Qo'qon shahar hokimi sanoat bozorlarida yashirin iqtisodiyotga barham berishga qaratilgan targ'ibot tadbirlarida ishtirok etmoqda. Qo'qon shahar hokimligi Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti, Farg'ona viloyati boshqarmasi, Milliy gvardiya, ichki ishlar organlari, Qo'qon shahar soliq inspeksiyasi, xalq deputatlari, Qo'qon shahar kengashi deputatlari hamkorligida o'tkazilayotgan tadbirlar davomida sanoat bozorlarida tadbirkorlik subyektlarining faoliyati yuzasidan monitoring olib borilib, yangi soliq qonunchiligi, biznes uchun yaratilgan ulkan imkoniyatlar xususida ma'lumot berilmoqda. Ayni paytda sanoat bozorlarida tadbirkorlar va xaridorlar uchun yaratilgan shart-sharoitlar, shaharsozlik talablariga zid ravishda barpo etilgan qurilmalar, sanoat bozorlarini raqamlashganligi, obodonchiligi va sanitariya talablariga rioya etilishi ham ko'rikdan o'tkazilmoqda.